Hasset ko'ramiz. Ya'ni hashset collection turini ko'ramiz. Shu shaklda yoziladi. Hashset. Set interfeysidan implementa bo'lgan bir list turimiz desak bo'ladi. Va hasset bilan biz qanday ma'lumotlarni saqlaymiz deganda, noyob ma'lumotlar saqlanadi. Qanday noyob ma'lumotlar? Misol uchun, bir qiymat faqatgina bir marta kiritishni istasak va boshqa takrordan kiritishni istamasak, buning uchun hasset foydalanamiz. Misol uchun, array list yoki linked list kabi list turlarida bir qiymatni orqa-orqaga 2 marta ham kiritsak bo'ladi. Lekin hassetda unaqa emas. Bir qiymat faqat bir marta kiritiladi. Keyin hassetda yana bir boshqa xususiyati bor. Boshqa bir xususiyati ichidagi ma'lumotlarni xotirada tartibsiz bir shaklda tutadi. Ya'ni men bir element chaqirganimda xotiradan qaysi element kelishi noma'lum hasset bilan agar ma'lumotlarni saqlaydigan bo'lsak, keyin tezroq ishlaydi. Qolgan boshqa list turlariga qaraganda, keyin set interfeysidan implementa bo'ladi. Uni aytdim. Boshqa aytadigan muhim narsasi yo'q. Shu yerda list turini yozishni boshlaymiz. Bu ham Java util kutubxonasidan keladigan bir list turi. Collectionlarda deyarli barchasi Java util ichidan keladi. Hasset ham boshqa list turlariga o'xshab obyektni tayinlangan holatda qilinadi. Hasset. Misol uchun hash deylik. Hash barabar new hasset sifatida yoziladi. Va shu yerda kelsak, metodlari qanaqa metodlari bor listimizda. Ichiga yangi bir element qo'shishni istasak, hashda add metodini foydalanamiz. hash.add metodi misol uchun shu shaklda yozamiz. Keyin shu yerda qanday turda ma'lumotlar kiritishimizni yozib o'tishimiz kerak. Shu ikki katta kichik orasida, misol uchun string turida elementlarni saqlamoqchi bo'lsak, string yozamiz va bu shaklda davom etaveramiz. Shu yerga misol uchun birinchi qiymatini a kiritdim. Ikkinchi qiymati b kiritsam, uchinchi qiymat c kiritsin. Misol uchun takrordan a kiritishga harakat qilib ko'rsam agar, shu yerda misol uchun a kiritganimda men bu shaklda tagi sariq chiziq bilan belgilanadi, chunki hassetga bir qiymat bir marta kiritilishi kerak. Shuning uchun shu shaklda bizga bir qaytarish ko'rsatdi sariq chiziq bilan. Shu shaklda yangi metod, yangi elementlar qo'shamiz listimiz ichkarisiga. Boshqa muhim metodlarimizdan hash.remove metodimiz bor. Misol uchun bu ma'lum bir qiymatni o'chiradi. Misol uchun qiymatni beramiz. Qaysi qiymatni o'chirmoqchimiz? Obyektni berishimiz kerak. Ya'ni misol uchun boshqa joyga. Shu yerga misol uchun a qiymatini o'chirmoqchiman desam, misol uchun bu a qiymatini o'chiradi. Keyin misol uchun boshqa qanaqa metodlar bor? Shu yerdan ba'zi boshqa muhim clear metodi bor. Hasset ichidagi barcha elementlarni o'chiradi. Klonlaydi, bir kopiyasini oladi. Size bor. Bu ichida nechta element borligini sanab beradi size. Boshqa muhim metodlarimizdan isEmpty metodimiz ham bor. Bu isEmpty listimiz ichi bo'sh yoki bo'sh emasligini ko'rsatadi. Misol uchun ichida bir element borligini yoki yo'qligini. Keyin contains bor. Contain ma'lum bir elementni borligini yoki yo'qligini ko'rsatib beradi. Misol uchun shu yerda contains b desam va buni ekranga yozmoqchi bo'lsam, sort shu shaklda misol uchun, ya'ni bu degani bizning hassetimiz ichkarisida b qiymati bormi degan savolga javob beradi bu. Shu size'ni ham ekranga yozsak, sort size nechta element borligini ko'rsatadi. Bir ikkita elementimiz bor. Jam bu. Ikki elementimiz bor va true. B harfi bor degani. Nega ikki elementimiz bor? Chunki shu yerda bir elementni biz o'chirdik. Agar buni misol uchun kodini shu yerdan yopib qo'ysak, 3 dona elementimiz borligini ko'rsatadi.
Keyin misol uchun az avvalgi isempty metodi ham bor. Uni ham ko'rishimiz mumkin. Sort hash nokta isempty. Bu listi ichi bo'sh yoki bo'sh emasligini ko'rsatadi. Ya'ni hozir bizga false yozilishi kerak ekranga bu. Misol uchun false yozgizdi terminalimizga. Chunki elementimiz ichida, ya'ni listimiz ichida qiymatlar bor, o'shaning uchun false yozdim. Hassetimiz ishlash shakli bu shaklda. Boshqa yana metodlari bor. Ularni ham shu yerdan ko'rishimiz mumkin. Misol uchun hash nokta qilib metodlarni birma-bir ko'rishimiz mumkin. Misol uchun barchasini o'chir. Burada for each metodimiz bor. Bu kabi metodlari bor. Keyin iterator Java'da misol uchun to'g'ridan-to'g'ri hashni ekranga yozgizmoqchi bo'lganimda yozadimi? Mana sinab ko'rsam, misol uchun sort hash desam, misol uchun bu yerda xotirani manzilini yozadi ekranga. Bu shaklda yozganimda yo'q, hassetda xotira ma'lumoti yozmadi, to'g'ridan barcha ma'lumotni bu shaklda yozdi. Xo'sh, keyin yozishimiz mumkin. For each bilan ichidagi barcha elementlarni birma-bir ekranga yozgizsak bo'ladi. Misol uchun shu yerda for deymiz, for each string hash c. Misol uchun ekranga sen yozganimda har bir elementini birma-bir ekranga yozadi. Ya'ni iterator shaklda ishlaydi. Misol uchun abj sifatli ekranga yozdi. Boshqa muhim kodlari. Keyin xotirada aytganimdek tagma-tag turadi hassetam va xuddi array list ishlash mantig'iga ko'ra ishlaydi. İlk boshda 16 dona katakcha oladi xotiradan, RAM-imizdan. Keyin uni 75% to'lganida, shu 75% to'lganida adashmasam, 75% to'lganida yangi joy ochadi. Yangi joy ochib, barcha elementlarni boshqa joyga tashiydi. Bu shaklda o'zini o'zi kengaytirib boraveradi va doimiy array listga o'xshagan holatda kengayadi. Boshqa hasset bu shaklda. Deyarli barcha collectionlarimiz bir-biriga juda o'xshash. Oralarida kichkina farqlar bor. Bu farqqa o'xshagan, buni misol uchun array list bilan farqi yo'q. Keyin stack va vektor listlarini tushuntirmasdan tashlab o'tib ketdim. Chunki ikkalasi ham eski dasturlash tillarida ishlatilardi. Java 8 gacha ishlatilgan, misol uchun stack. Hozirda stack deyishim, misol uchun array list bemalol bajara oladigan holatda, array list emas, linked list bajaradi hozir stack deyishni. O'shaning uchun bu mavzularni tashladim. Qiziqqanlar yozib dokumentatsiyasidan qarasa bo'ladi. Bular eski list turlari bo'lganligi uchun bularni tushuntirmadim. Darsimizni bu yerda to'xtatamiz.